Mana 12dan o'tyapti. 23-yanvar muborak juma kuni. Va shunaqangi shirin ekan, choyxona oshlari bor, 35 ming nimasi porsiyasi. Qo'y go'shtida. Mazza yegin sari yegin kelar. Rahmat oshpaz degin kelar. Mana Farg'ona sentrdamiz. Keyin bozorda qishda shunaqa qo'y go'sht, qo'y yog'ida yeb turish kerak-da. Immunitet kuchayadi. Sovuq kunida. Yozda qaynatma sho'rva bo'laveradi. Ana qorlar eriyapti уже. Endi chorshanba yog'ar ekan, xudo xolasa, 28-yanvar. Bo'tdimi aytgan bumaga yo'q. Panda yo'q bo'psa. U nimada? Dальше. Qorn to'q bo'lsa, nasreniya ham ko'tariladi. Как всегда, o'sha 3 yildan beri ayni kiyimdaman. Ay, ko'rinmayapti, bozorda turibman. Evet. Şapçıkalar. Ninja şapçıkalar. Qarang, ninja şapçıka qancha? Nimaga? Bunaqa sovuqdanmi? Qattiq sovuq bo'lsa, ninja şapka 55 ming ekan. 50 ming ham deng. Bitta ham yo'l bor. Nimaga bor? Avval quvaga ketadigan nimalar? Mashinalar. Voy. Aynen. Kapşon kiymasam sovuq. Kechpat -8 daraja bo'lar ekan. 2 kun xolos. Keyin yana ochilib ketadi. Xudo xolasa. Ana. Mana Farg'ona majmuasi kiyim bozor bor, ashitdan mana yerda yo'lak bor. To'g'riga ketamiz, ashitdan shunaqa emas. Somsa, tandir somsani oldida nima? 3 xil osh qilinadi. Oshxona podvali bilan. Adres. O'sha shirin osh. Qo'y go'shtidagi shirin ekan, mazza ekan. Dvoyka. Nachos pasta. Solnushka chiqyapti. Nima deydi? Quyosh chiqyapti, mazza. Ay, xiralashib qoldi telefonim. O'zi xiralashib qoladi. Ochiladi. Tamam, ochildi. Hozir bo'tdan 10ga burilsam, chap, prямо ketsam 10ga dehqon bozori. Oy, mana güneş, quyosh. Tepada ham nima bor? Optim bormikin? Optimi tepa? Kirmaganmi hech qachon? Videoga olsa, bo'lursa kirardim. Ham tepa ekan, ikkinchi etaj. Qachon chiqaman u? Ay. Mana. Ay, muzika bo'lmasin. Qochib ketib muzika bo'lmasin kerak menga. Muzika chalmasin kerak menga, YouTube kanalimga. O'tib olay tez. Tamam, geçtim oraya. Mana narxlar ko'rsatib qo'yay. Mana dvoyka 200 ming. 100 ming kurtchka. Ana. Ha, nimaga? YouTube kanaliga. Tak. Bu nachosni bas. Bular qancha?
Shapkop keldimi so'raychi? Dvoyka? Ha, arzon ekan. Shuni bilan. Mana 50 ga ham bor ekan, dvoyka bu ham. Mana. Shapkop ketdimi so'raychi? Nimaga Sevaraxonga shapkop ketdi? Kurtka arzon. Va, tepada ham 100 ming so'm mana. Ha. O'zimiz ham arzon ekan. Mana tam kiyim bozor mana 70 ming. Nima bu? Villurmi? Nima ekan nomi? Dvoyka 70 ming. Mana bu 130 ming. Villur shekilli nomi. Nomi nima buni? Materialdi. Bambuk ekan. Bambuk. Villur deb. Yoshligimizda villur bo'lardi. Mana $10, 120 ming. Chiroyli. Opa, mana bambuk tozasi mana ular. Mana ular. 120 ming. 170 ming bular. Bambuk tozasi. Mana ular prostoyrog'i. Ha. Mana yaltirab turibdi-da bu. Dvoyka bu ham. Ha. Lozima bilan. Bambuk ekan. Mana ko'ylagimiz bor. Mana ko'ylaklarimiz 100 ming opa. Ne ko'rsatingda? Mana shular. Dvoyka bu ham. Ha. Lozima bilan. Bambuk bu ham. Bambuk. 120 ming, ha? Mana ular 100 mingdan bular. Ha, 100 mingdan ekan mana atigagina. Mana ular bor mana. Qani? Mana ko'ylaklarimiz bor, bular 130 dan mana. Mana ularimiz bor. O, ha mana. Shu nima bilan? Lozimi bilan? Kelinlarga. Hammasini lozim. Ha. Rahmat. 80 minglik, 60 minglik ko'ylaklarimiz bor. Bu nachoslikmi? Ha, ichi mehli. Mehli 150 ekan. ming bu. Ha. Oyog'i bilan. Cho'nchagi yo'q ekan, ha? Yo, cho'ntagi ham bor. Cho'nchagi bor ekan, mana man. Agar uzun kiyaman desa, mana uzuni bitta qoldi, shapkasi bor, uzuni. Shimi bor buni ham, ha? Shimi ham bor. Bu qancha? Bu ham 150 qilib beradi. 150 mana zo'r ekan. Issiqqina. Kelinglar, mana nima edi bat? Mukammal nigoh troparasiga. Mana ularimiz ham bor 150 mingdan. Qalingina. Yangi. Ha, velvetga o'xshaydi. Ichi ham yaxshi, qalingina. Ha. 150 ming bu ham. Bu ham 150 ming. Ha. Bo'pti, rahmat kattakon. Dehqon bozor tarafida ekan. Prostoyrog'i 60 ming. Ha, chiroyli ko'ylaklar. Hamkor bank. Oy, bankomatik ekan bu. Ay. Mana asallar. Yozib qo'ygan kichkina nima? 50 ming, 70 ming toza asaldi. Bozori. Ta'minatga bo'l, ta'minat. Ta'minatga bo'l, yuramiz, ta'minat. Ay, loy. Ay, bismillah. Men bu marga uni tosam, o'tdan nari ketaman. Dehqon bozoriga kirgim kelmayapti. Kiramikin. Ay, arabalar. Ha, araba o'tib olsin-a. Qirmizi rang ekanda. Ay, sichiraydi ama. Sachiraydi. Ha, mana araba yo'q ekan bu yerda. Mana. Bizlar oxirga bor. Voy, xiralashib qolyapti. Hozir ochiladi, tamom. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Ay. Mana ruletlar. Qancha edi mana shu? Kilosi 60 ming. Bu turishchi? Yarim kilo 30 ming ekan. Andijanskiy, Andijon ruletlari, yumshoqqina. Ana. Olma. Dutormi cholma. 10 mingga qanchadan? 10 mingga 4 tadan. 10 ming bilan kartoshka. Kartoshka bilan ko'kat. Tamam. Mana dehqon bozori. Ammo shafaqat olmayman. Просто nimaga videoga olay. Ancha bo'ldi olmaganimga. Dehqon bozorini. Voy. Qorni kunida chiqdim. Pripravalar. Mana. Mashina endi rosa eksport bo'lar ekan. Eksportlar rosa so'rashyapti Xitoyliklar. Ha, bu
Tamam tamam. Tamam deng. Tamam. Pirashki chiroyli ekan. Mol go'shti, chiroyli go'shtlar. Ay. Mana ishga qolmaganimga qo'lim bo'sh mazza qilib olib yuribman videoga. Dehqon bozori. Kartoshkalar oshgan narxlari ko'raylik-chi. Voy, men norincha bor edi. 2,5 so'm ekan, arzon ekan. Arzon. Ha, kartoshkani narxini olib qo'ya, qiziqasizlar. Aziz o'rtoqlarim, podpischiklarim. Qishda oshadi lekin. Va rossiyskiy bor ekan mana. Желтый, mana narxlari 6,5. No'xatga mash qancha? 8 ming. Aha. Hamma joyda bir xil narxlar. Qo'qonda ham shunaqa edi narxi. Mana 6,5. No'xatga 8 ming ekan. Mana sariq mari. Kichikroq 6,5. No'xatga qancha edi bu? Ha, 8 ming bir xil ekan. Narxlar bo'ldi. Asosan kartoshka qiziqishadi. Nimani olayman boshqa? U nimaga bor-ya? Salatlarni olib qo'ysam, ondan sonra piyoz, sabzi 5 ming, piyoz 3,5, 4 ming piyozlar. Uzoqdan ko'rinyapti. Oy, mazza bo'kib qopman. Yaxshi nonsiz yedim oshni. Oy. Mana koreyskiy salat. Mana dehqon bozoridamiz, Farg'ona markazida. Uni nimalarni olib qo'y? Hidini. Mana pomidor, qishda chikmomeda qimmatdi. Hozir ana salatlar ozgina olib qo'yaman xolos. Ko'p olmayman. Ana sekin olay, chiroyli. Ana shirin salatlar. YouTube kanaliga. Men to'g'ridan nima bumag olsam, bo'ldi chiqib ketaman. Ana salatlar shoshilib olyapman. Ana muzlamalar mazza. Shirin nima oshlar bilan zo'r ketadi. Mana baliq. Mash qancha edi kilosi? 100 ming ekan baliq. Achchiq olmar, o'sa achchiq. Mana rasmga olib qo'yaman. Vinegretlar. Оливье. Bu qancha? Сколько это? 30 килограмм. Ha, kilogram 30. 30 ming. Ana ketdi o zaman. Prямо ketaman. Loy, yo nima qordan keyin hamma yo'q. Loy bo'ladi. Ay canım. Chiroyli qiz. Pomidor qancha? Ha, 20 ming ekan, 25 ming ekan, $2 yani. Ana. Hop, nima qilamiz? Ovqat pishiravermayman man, ko'chani ovqatiga o'rganibman. Dangasa xotin. Mana. Ajoyib rishton lazer. Ay, roltonni hidi kelyapmiz. Qirmizi guruch. Men bumag olaman, bo'ldi. Guruchlar narxlar yozilmagan, so'ragim kelmayapti. Po'sh araba, po'sh. Evet, ata meva cheva bor, o'shani olib qo'ya, meva chevalarni. Ana bek joy ekan, ochiq joyda olay.
jiyda. Semechka olishim kerak. Mana baklavalar. Mana shirinliklar. Ay. Yo hech narsa olmayman, aravakash. Ularni cheka. Manochi? Ha. Uch ko'prikda chiqqan o'sha shirin ekan. Xomdon pista. Semchi qancha? 50 ming kilo. Kilosi 50 ming. Qani probaga? Ben po'cha bor ekan. Voy, rozi bo'ling. Yani jin semchkaga o'rgan popam jin bor. 100 grammi 10 ming. Nimada? Optimda jin. Meva-chevalar. Ay, 100 olaveraymi? Ha, tushunmayapman gapingizga. Chiroyligini qara. Ay, muzika bo'lmaydi menga. Tezroq qochib ketdi. Muzika nельзя. Авторские права. Mana narxlar bor ekan mana bu yerda. Mana 15 ming alanga. Tak 16 daqiqani o'tyapti ekan. 15 ming Xorazm, Dasta lazer 25. Mana Rishton devra. Gap zo'roqlar. 65. Choyxonanikida bular. Dasta sariq. Kirlovka 10 ming. Qizil loya 20. Ular mastavalik 13 ming $1. Mana narxlar yozilibdi, olib qo'ying, qiziqishadi. Droblyonka. Mango 12, овсянка 10. O'zgan qora qiltiroq 26 ta. Mana bu Chinobod. Uni narxi ana shu qo'shibdi. 13. Buni narxi ana shu qo'shibdi. Noto'g'ri? Ha, mana qimmat o'zi qorasan. Mana va? Ha, hamma kelib olmasin kelgan arzon ekan. Biz bilmaymiz-da hozir. Mana 17 ming ham boshqa ekan. Ha, turaversin. Rishton dedilar 15. Basmati 20. Yo'q, olmayman, просто qilib. Tak. Semechka olaman xolos. O'n yetti ming basmatiga o'xshaydi ekan. Lazer shekilli. Hech kim narsa olmayapti, sovuqda. Hamma oshxonada tayyor ovqat yeyishyapti issiqda. Uyda unchalik ovqat qilishmayapti shekilli. Odamlar, ha? Uyda pishirsang qimmatga tushadi. Tashqarida mazza. Bu maga qattiq edi, haligi elma. Oranjiy rangida u. Ha, mana bir dona qopdi. Bundan yana bitta bormi? Ha, bitta qopdi. 22 mi sizda ham? Men hozir olaman. Rasmga olay. Mana bitta yetadi. Semchka sizda bo'lmaydi? Bu tarafdagi bo'ladi. Bo'pti, ashmira semchka olaman, qurtob bo'ldi, yetadi. Mayli, 19 daqiqa, 20 daqiqa qilib qo'yib, o'chirib qo'yaman. Optim abad. Optim, nima? Dehqon bozori.
Kapaloy bozor, ya'ni Berk bozori. Mana tepasi Berk. Ikkinchi etajda nimalar bo'lardi? Pista bodomlar, u tepada mana pista bodomlar chiqqanim yo'q hech qachon, anchadan beri. Mana bo'pti aziz o'rtoqlar, ko'rishguncha bay bay.